Navoiyning tilshunoslik, adabiyotshunoslik, tarix, falsafa, psixologiya va boshqa yo'nalishlarda yozilgan asarlaridan ilmiy qo'llanma sifatida ham foydalanish mumkin. Joylarda o'tkazilayotgan tadbirlarda uning bebaho ma'naviy merosi va ularni o'qish, anglash haqida so'z bormoqda. Ichki ishlar vazirligi Navoiy akademik litseyida hamda Xatirchi tumanida bo'lib o'tgan ana shunday tadbirlar tafsiloti bilan davom etamiz. Alisher Navoiyning adabiy merosi, ilmiy, tarixiy, ma'naviy, ma'rifiy asarlari jahon adabiyotining nodir durdonalaridan hisoblanadi. Bu ulug' insonning bebaho merosini bilish, o'zligimizni anglash va jamiyatimizga munosib bilim, tafakkur hamda yuksak ma'naviyat sohiblari bo'lib yetishishda keng foydalanish har birimizning burchimizdir. Shu maqsadda bugun yurtimiz bo'ylab ulug' zotga ehtirom ko'rsatilmoqda. Xatirchi tumanida tashkil etilgan tadbirda tuman hokimi Umidjon Adizov so'z olar ekan, avvalo Alisher Navoiy asarlari yosh avlodni vatanparvarlik, komil inson bo'lib voyaga yetish ruhida tarbiyalashda muhim ahamiyat kasb etishini alohida ta'kidladi. Shuningdek, ma'naviy ma'rifiy tadbirlarni izchil davom ettirish, mumtoz adabiyotga bo'lgan e'tiborni yanada kuchaytirish bugungi kunning muhim vazifalaridan ekanligi qayd etildi. Shundan so'ng tuman yoshlari tomonidan so'z mulkining sultoni ijodidan namunalar o'qildi. Ona tilimizga muhabbat, uning beqiyos boyligi va buyukligini anglash tuyg'usi ham ongu shuurimiz, yuragimizga avvalo Alisher Navoiy asarlari bilan kirib kelishi ifodali talqin etildi. Mana bugun tumanimiz madaniyat saroyida Hazratning tavalludiga bag'ishlangan Nazm va Navo kechasi tashkil qilindi. Ushbu kechaga tumanimiz aholisi tashrif buyurib, juda ham katta madaniy hordiq oldi desam adashmagan bo'laman. Alisher Navoiyning asarlariga to'xtaladigan bo'lsak, Alisher Navoiyning asarlari biz yoshlarni yuksak ma'naviyatga erishishimiz uchun juda katta ahamiyat kasb etadi. Shuni inobatga olgan holda biz tumanimiz hokim tashabbusi bilan fevral oyi Alisher Navoiy oyligi deb e'lon qilingan. Bu oylik doirasida Alisher Navoiy asarlariga bag'ishlangan video kontentlar tanlovi e'lon qilingan va mana shu tanlovda ham tumanimiz aholisini ishtirok etishiga keng chorlab qolaman. Adabiy ma'rifiy tadbir davomida Xatirchi tuman madaniyat bo'limi xodimlari tomonidan tayyorlangan musiqiy ijrolar hamda sahna ko'rinishlari orqali Navoiy siymosi va uning badiiy olami yoritildi. Nazm va Navo kechasi ishtirokchilari qalbida adabiyot va san'atga bo'lgan yuksak hurmat tuyg'ulari mustahkamlanib, chin ma'noda ma'naviy bayramga aylandi.